hayot ham hayotmi? Kuy qanchalik yaxshi bo'lsa, dam olish ham shunchalik maroqli bo'ladi. DJlik bugun ommabop kasb. Washingtonda ularni tayyorlaydigan o'quv yurti bor. What I'm doing is called beat juggling. So essentially you're taking Shon Jonson bu o'quv yurtidagi DJ-lik kursini yakunlash arafasida. Poytaxt Washington yaqinida joylashgan maskandagi kechki darslarga 2 yildan beri qatnaydi. Kunduzi audio injener bo'lib ishlaydi. Ishxonaga kunora boraman. To'laqonli DJ bo'lib non topishga, faqat shu bilan kun ko'rishga intilyapman. Orzuyimga yetaman. 12 yoshli Ethan Feinberg ham 1,5 yildan beri kurslarga qatnayapti. Kattaroq bo'lganimda DJ bo'lmoqchiman. Musiqa jonu dilim, zo'rdi. Talabalarimiz yoshi 10 dan 50 gacha, erkak va ayollar, har xil millat va elat vakillari. Ayrim studentlarimiz hatto ingliz tilini bilmaydi, lekin bizni musiqa birlashtiradi. Tajribali DJ Chris Styles maktabni 2010-yilda ochdi. Washington tevaragida boshqa bunaqasini topa olmaysiz. Mazkur ta'lim dargohini ochishga qaror qilganimiz sababi shundaki, bugun ko'p joylarda to'yxona bo'ladimi, bar, tungi klub yoki kiyim do'konlari, hamma yoqda DJlar ishlaydi. Bu kasb juda mashhur bo'lib ketdi. Kimdir professional bo'laman deydi, kimdir ko'ngil uchun kelib ketadi. 2 yil o'qigach talabalar qo'liga guvohnoma tegadi. Hayotini DJ-likka bag'ishlamoqchi bo'lganlarga ish topishda yordam beriladi. So'nggi 2,5 yilda qariyb 600 odamni o'qitdik. Kim Venets bitiruvchilardan oddiy idoradagi oldingi ishini tashlab DJ-lik qila boshlagan. Taxallusi kimyogar DJ. Beat Refinery maktabidagi birinchi darsda DJ-lik haqida bildim-u, bu ishni yoqtirib qoldim. Shu kasbni mahkam tutishga qaror qildim. Musiqani juda yaxshi ko'raman. Har bir o'tirishda klub va barlarda DJlar xizmatda. Ayrimlari mashhur bo'lib ketgan. Boshqalar ularga o'xshagisi keladi. Sohaga qiziqish ortgan, deydi Chris Styles. Jahon sahnasida ishlaydigan DJlar orasida yiliga bir necha million dollar topadiganlar ham bor. Hatto kichik bir shaharda ishlaydigani ham milliondan oshiq daromad qilishi mumkin. Washingtondan Jonson Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.